Orzudan maqsadgacha muvaffaqiyatga erishishda bu ikki omil qanchalik muhim rol o'ynaydi? Zamonaviy ayolning oila va jamiyatdagi mas'uliyati qanday? Termiz shahrida bo'lib o'tgan rahbar ayollar va yoshlar uchrashuvi ayni masalalarni qamrab olgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Surxondaryo viloyati oila va xotin-qizlar boshqarmasi tashabbusi bilan tashkil qilingan tadbir tafsilotlari galdagi lavhamizdan o'rin olgan. Aslida orzudan maqsadgacha bo'lgan masofa uzoq emas. Orzuni maqsadga aylantira olish, unga erishishda harakatdan to'xtamaslik eng muhim jihat. Ayol bu yo'ldagi qiyinchiliklarni yengib o'tib, oilaviy va kasbiy muvozanatni saqlay olgandagina rivojlanadi, o'zini namoyon eta oladi. Rahbar ayollar va yoshlar uchrashuvi ana shu ezgu g'oyalarni hayotga tatbiq etishga qaratildi. Tadbirda turli soha va tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan rahbar ayollar, faxriy rahbarlar, iqtidorli qizlar, shuningdek, hayotda o'z o'rnini izlayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlar ishtirok etdi. Uchrashuvni viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i kirish so'zi bilan ochib, mamlakatimizda ayollarning faolligini oshirish borasidagi ishlar, ularga berilayotgan imkoniyatlar haqida so'zladi. Men bu tadbirda qatnashib, yosh qizlarimizning ko'zlariga boqib, ular ko'zi yonib bugun mana jamiyatimizda u yoki bu yutuqqa erishgan ayollarimizga, onaxonlarimizga, hoji onalarimizga, rahbar ayollarimizga havas ko'zi bilan qarab turganligini ko'rdim. Agar mehnat qiladigan bo'lsa, kelgusida bo'lajak yangi navoiylarni, yangi termiziylarni dunyoga keltirajak qizlarimizga odob, axloq hamda qadriyatlarimiz, oilaning muqaddas ekanligi haqidagi tushunchalarimiz bilan o'rtoqlashdik. Ularga kelgusidagi yo'llarida saodatli bo'lishlarini, baxtli bo'lishlarini tilab qoldik. Samimiy ruhda o'tgan tadbirda rahbar ayollar hayotiy tajribalari, muvaffaqiyat sirlari bilan bo'lishdilar. Shuningdek, so'z olganlar o'z mehnat faoliyatlari davomidagi turli sinovlar, ularni yengish yo'llari haqida so'zlab, barcha xotin-qizlarni doimo qat'iyatli, intiluvchan bo'lishga chaqirdilar. Rahbar ayollar va yoshlar uchrashuvida o'zimga bir kuch oldim. Butun viloyatimizdan rahbar ayollar tashrif buyurib, biz yoshlarga o'zlarining qadriyatlari, o'zlarining erishgan yutuqlari va rahbarlikdagi mashaqqatlari bilan tanishtirib o'tmoqdalar. Uchrashuv chin ma'noda xotin-qizlarning hayotiy faolligini oshirish, ularni to'g'ri maqsad sari yo'naltirish va jamiyatda o'z o'rnini topishiga ko'maklashishga qaratildi. Muloqotlar davomida oilalarni mustahkamlash, ayollar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish, ularning ma'rifiy salohiyatini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ham atroflicha ma'lumot berildi. Bir so'z bilan aytganda, tadbir nafaqat muloqot, balki tajribalar uyg'unlashgan, yangi rejalarga poydevor bo'lgan ma'naviy uchrashuvga aylandi.